Assalomu alaykum. Divanuz kanalini ishqibozlari, sparni bo'ladigan divanlarimizni kecha chiqargan edik, obzor qilib, yana bugun mana Namangandan zakaz qilishdi. Xudo xolisa chiqaryapmiz, tayyor qildik. Laboyimiz ham kelgan. Xudo xolisa Namanganga yetkazib berishga harakat qilamiz. Ishlashlarini bilan tanishtirib qo'ymoqchiman ishimizni. Mana ash holatda ishlashlari mana xudo xolisa ishlayveradi. Bolishlari chevarda hozir chiqyapti bolishlari. Yana bir marta razmerlarini tanishtirib qo'yaman. Ichi eni 1.40 bo'lsa, uzuniga 2 metr bo'ladi. Bu 2 kishiligi spanligim bu. Hop, endi hozir sizlarga mana bu 1 kishiligi bilan tanishtirib qo'yamiz. 1 kishiligini o'tirib bemalol foydalanaveradi. Mana bemalol o'tirsa bo'laveradi. 1 kishi ichini keng qilib qo'yganmiz. 70 ga buni ham uzuni 2 metr bo'ladi. Xudo xolasa. Xizmatlariga garantiya bor. Buni ham mana sondig'i bor. Endi 80 buni. O'zi asli 70 bo'ladi razmeri, biz 80 qilib qo'yganmiz. Enini uzuni doimgidek 2 metr bo'ladi. Bosh tomonlarni ko'ryapsizlar. Hamma tomonlama chiroyli, yumshoq, baquvvat holatda ishlatilgan, hamma yog'i ishlangan. Yog'ochlariga kelsak, yog'ochlar 100% sasni materiallari, mo'shi material, yonlari, ponni oldilari displeyda tayyorlangan. Xudo xolisa baquvvatligiga, ishlashiga 3 yil garantiyamiz bor. Kimga shunaqa divan, kreslolardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Mana mashinamizni ham videosini olib qo'ying. Oshna mana tayyor turibdi mashinamiz ham. Ishlar yuklangan holatda, xudo xolasa mana ketyapti. Xudo telefon qilaverasizlar akalar, opalar. Xudo xolasa yetkazib berish xizmati bizdan. Xudo xolasa mana bu divanlarimiz mana tayyor holatda kresloyimiz, divanlarimiz mana laboyimiz Shopir akamiz keldi, tayyor. Xudo xolasa Namanganga yetkazib berishni taraddudini qilyapmiz. Kimga shu ishlarimizdan kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar, yetkazib berish bizdan.